Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana hozir karavan chikkenni achchiq qanotchalarini pishirish jarayonini ko'rsatamiz. Uy sharoitida pishiradigan bo'lsanglar 6-7 minutda pishadi bunimiz. Agar fruitermitsada o'sha fri pishiradigan apparatda moslamada pishirilsa 3-4 minutda pishadi bu. Bismillah. Kafelarda buni ostrые крылышки deyishadi. Buni keyin barbekyu souslar bilan ham qilib yeyilsa juda ham mazali bo'ladi. Qadrdonlar, bu mahsulotni mana shunaqa tillarang bo'lguncha qovurish kerak. Bundan o'tkazib olsanglar qotib qoladi. Vaqtliroq olsanglar ichiga suyagiga teng o'tmaydi. O'rta, ovqating bo'lib qoldimi deydigan joylar uchun karavan chicken mahsuloti.